Original Starbucks kapsullarini olganmiz, bitta ochamiz va kapsulani joylashtirib qo'yib, bu yerga bitta qotiramiz. Stakanni bitta joylashtirib turib, bitta bosib olsak, o'zi avtomatически damlab berishini qarang. Qora achu espressoni yaxshi ko'radiganlar bormi? Ash yosh qottalar buni mazasini tushunadi. Ertalabdan yoki kun davomida bitta ichib olsangiz maza qilasiz. Har bitta apparat o'zini alohida seriyaning nomeri bilan chiqqan bo'ladi. DeLonghi Nespresso toza shvetsarskiy sborka mini kofe mashinkasini olib qo'yganmiz. Apparatimizni orqa tarafida baki bo'ladi. Bu yerga suvini solasiz, bu yerga kapsulasini o'rnatasiz. Eng zo'r tarafi, bunda bitta ochsangiz, astadagi kapsullari mana mashtga yig'ilib turadi. Endi shu apparatimizning narxi $166 chiqqan. Umuman olganda kapsulli apparatlarimiz $78 boshlanadi. To'liq ma'lumot uchun price ko'rmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga o'tib oling. Silkasini qo'yib qo'yganmiz. Mahsulot yoqqan bo'lsa, pastki kontaktlarga aloqa qilib ko'rasiz.